Bolaga do'stlikning haqiqiy ma'nosini o'rgatish. Bugun bolalar uchun do'stlik ko'pincha onlayn o'yinlardagi hamrohlik yoki ijtimoiy tarmoqdagi follow bilan o'lchanadi. Ammo Oxford universiteti tadqiqotlariga ko'ra, haqiqiy do'stlik bu bolaning ruhiy salomatligini belgilab beruvchi eng muhim omillardan biridir. Haqiqiy do'stga ega bola stressni 40% ga kamroq boshdan kechiradi. Bir hayotiy misol, bir qizaloq sinfdoshidan ajralib qoladi. Chunki yangi sinfda eng boy yoki eng mashhur bo'lish do'stlik mezoniga aylangan. U yig'lab aytadi: "Menga faqat bir chin do'st kerak", deydi. Bu so'z bolalarning eng tabiiy ehtiyoji, samimiy aloqa, ishonch va sadoqatdir. Ilmiy asos. Harvard Medical School olimlari shuni aniqlashgan. Bolalarda sodiq do'stlik miyada ijobiy gormonlar oksitotin va serotonin darajasini oshiradi. Bu ularni xavfsizlik hissi bilan ta'minlaydi va o'zini qadrlashni mustahkamlaydi. Shuningdek, University of Chicago tadqiqotiga ko'ra, bolalikdagi do'stlik aloqalari kuchli bo'lgan insonlar kattaligida ijtimoiy ko'nikmalarda va stressga chidamlilikda yuqori natija ko'rsatadi. Yaponiyada esa bolalarga do'stlik boshqani his qilish orqali o'rgatiladi. Ular har kuni sinfdoshini quvontirish uchun kichik ish qiladi. Bu orqali mehr va sadoqat tabiiy ko'nikmaga aylanib boradi. Va shunday savol tug'iladi: bugun farzandimiz do'st topyaptimi? U do'stlikni his qilyaptimi? Biz mana shu savolga mutaxassis bilan javob izlaymiz. Bolaga haqiqiy do'stlikning ma'nosini o'rgatishni nimadan boshlaymiz? Bugun juda muhim va zamonaviy mavzu hisoblanadi. Do'stlik bu samimiylik, ishonch, o'rtoqlarga nisbatan bo'lgan hurmat, yordam va bir-birini tushunish hisoblanadi. Do'stlik bu nafaqat o'yin o'ynash uchun sherik emas, balkim u turli xil vaziyatlarda yonida turadigan, hamroh bo'la oladigan, uni tushuna oladigan hamda o'sha qiyinchiliklarni birga yengib o'ta oladigan shaxslarga nisbatan bu do'stlar deyiladi yoki do'stlik deyiladi. Har doim yaxshi va yomon kunlaringizda yoningizda turadigan insonlar bu do'stlar hisoblanadi. Endi mana shu mavzu bo'yicha psixologik asoslarga to'xtaladigan bo'lsak, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, do'stlari bilan mustahkam aloqalar o'rnatgan, uni har bir kunida yonida turadigan bolalar o'zini baxtliroq hisoblaydi, o'ziga ishonchliroq hisoblaydi. Mana shu masala bo'yicha endi ota-onalarga tavsiyalar beradigan bo'lsak, chunki mana o'zimiz ham masalan do'stlarimiz bilan sirlarimizni bo'lishsak yoki yaxshi yomon kunlarimizni unga zavq bilan aytib bersak yoki xafagarchilik bilan aytib beradigan bo'lsak, anchagina yengil bo'lamiz. Ota-onalarga agar tavsiya qiladigan bo'lsak, mana shu do'stlik haqida bolajonlarimiz bilan oilada ham ochiq suhbatlar uyushtirishimiz kerak. Bog'chadagi yoki maktabdagi do'stlar bilan bo'lgan munosabatlarini eshitishimiz kerak, savollar berish orqali hamda ular bilan o'rtoqlashishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bog'chada yoki maktabda bo'ladigan bo'lsa, to'garaklarga beraylik, turli xil qiziqishlariga ko'ra yoki bo'lmasam jamoa bilan ishlash o'yinlariga jalb qilishimiz kerak. Ko'proq bolalarimizni, bolalar o'zini jamoani o'rtasida ham o'sha ishtirok etish orqali do'stlar orttirishga xizmat qiladi. Endi o'sha bolalarimizda empatiya va sabrlilikni o'rgatishimiz kerak birinchi navbatda. O'sha do'stiga nisbatan his tuyg'ularini tushunishi, do'stlarini sabr bilan unga munosabatda bo'la olishi, uni har bir harakatini qadrlashi, do'stini xursandchilik vaqtida ham yoki xafa bo'lgan vaqtida ham uni qo'llab-quvvatlashni biz bolajonlarimizga o'rgatishimiz kerak. Bunda muammoni agar birga hal qilib o'rgatadigan bo'lsak, albatta bolajonlarimiz do'stlikni qadriga yetadigan bo'ladi, do'stlarni orttirishga moyilligi kuchayadi. Yana buni oilada agar ota-onalar tomonidan bolajonlarimizga do'stlik haqida kichik-kichik ertaklar, hikoyalar yoki she'rlar yodlatish orqali ham bolalarimizga bu munosabatni mustahkamlashni o'rgatishimiz mumkin. Farzandingizga do'stlikning haqiqiy ma'nosini o'rgatish uni nafaqat yaxshi inson qilishga, balkim mustahkam ijtimoiy aloqalarga tayyorlashga ham xizmat qiladi. Do'stlikni qadrlashimiz, samimiy va ishonchni qadrlashimiz bu hayotda eng qimmatli boylik hisoblanadi. Farzandlarimizni tarbiyalash orqali shunday boyliklarga ega qilaylik.